Cricket Play. Bugun biza qilich challenge'ini o'ynaymiz. Biza qanaqa narsa qilsa ekan? Yaxshilab qidiramiz. Qidirib topgan narsam bu. Mana bu. Mana shuni qilaman bugun. Xo'sh, bugungi navbatda shuni qilamiz. Endi bloklarni olishimiz mana bir qator tayyor. Endi yana bitta blokni esimdan chiqaryapman mana. Endi hamma bloklar tayyor bo'ldi. Endi ishni boshlasak ham bo'ladi. 1 2 3 4 5 6 7 8. Qana 8 ta? 1 2 3 4 5 6 7 8 chiqyapti. Obraslar men bilmayman, 8 ta chiqyapti. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ta berdi. Bu yerda 8 ta. Normal 8 ta qilamiz. O'sha endi yaxshilab qaraymiz. Bitta, keyin esa 1 2 3 ta qo'yilgan. 1 3 ta eslab qolamiz. 1 3 ta. Qayerdan 1 3 ta esimdan chiqib ketibdi. Mana 1 3 ta. Mana qildik. Endi qolgani prosta bunaqa bo'ladi. Mana tayyor. Endi qora hammasi shunaqa. Mana bitta qora. Endi hammasi shunaqa ekan. Hammasi shunaqa. Keyingisi sal boshqacha ekan. Bitta, ikkitadan keyin bo'ldi tushunarli menga. Bitta, ikkitadan keyin bunaqa, keyin hammasi shunaqa. Mana o'xshayapti uje. Mana endi keyingi qatorda o'tamiz. Hammasi shunaqa. Osongina bu narsani qo'yish. Men uchun easy peasy. Endi bular ustidan ko'z qo'yish kerak. Bilaman ko'zini qanday bo'lishini. Mana ko'z tayyor. Bular hammasi shunaqa. Hammasi shunaqa qildik. Keyin nima bo'ladi ko'zdan keyin? Bitta qator keyin bo'ldi. Tugaydi. O'sha mana shu joyi tugadi. Mana obrashlar bitta qator joyini tugatdik mana. Endi orqasiga o'tamiz. Orqasini men bilaman. Ko'rdim boya. Videoni pauza qilgan payt nechta bo'ldi? 1 2 3 4 5 6 7 8 ta bo'lish kerak. Hammasi shunaqa bo'lar ekan. Men ko'rdim chunki. Sizlarga ko'rdim deb ayta olaman. Endi bu tomonda ham boyagi joydan ko'chiramiz. To'xtaylar, men buni noto'g'ri qildimmi? Yaxshilab qaraylik obrashlar. Voy, men yig'im noto'g'ri qildim demoqchi edim, yo'q, to'g'ri ekan. Adashib ketdim obrashlar, bilmaysizlar shunaqa. Adashib ketishimdan. O'shunam lekin adashmagan bo'lishim ham mumkin. Mana xullas, mana bunday qilib qo'ydik. Bunda 2 ta qo'ysak to'g'ri bo'ladimi? Bunday qilsak, bunday 2 ta bo'ldi to'g'ri. Bitta qator bunday. Bunday, keyin bunday. Keyin hammasi shunaqa. Keyin ko'z. Hayli mana ko'zda ham qo'ydik. Hammasi shunaqa. Mana hammasi shunaqa qildik. Mana endi ichini tepasini qilishimiz kerak. Tepasi. O'mlashlar tepasini qilamiz. Tepasi bitta, 2 ta qilish kerak bo'ldi. Tushunarli bitta. Buni ikkinchisini ham qo'ydik. Endi mana bu yerga qaraymiz. Bitta bo'lsa bo'ldi to'g'ri. Mana bunday qilib qo'yish kerak ekan. Tek qo'yib bitta hammasini shunaqa qilib hammasini shunaqa qilamiz. 2 ta tomon yonida qo'yib bunday qilib qo'yamiz. Keyin hammasi shunaqa bo'ladi. Chunki qaradim men. Eslab qolish kerak edi. Bitta mana shu taraf qoldi. Oldi. Eng qiyin joyi. Bu degani pastki qatorning hammasi mana bunaqadan. Ana. To'xtaylik, mana shu blokni ana qilaylik. Almashtiraylik. Ya'ni qaysiga almashtirsak bo'ladi? Oq kerak-da mana. Mana shu bo'ladimi? Mana normaldan shu. Mana bu blok mos keladi. Keyin mana
Endi tayyor bo'ldi. Birinchi qatori, ikkinchi qatordan nima qilingan? Ko'z joylashtirilgan. Endi bu sal qiyinroq. Oq, qani oq. Oqni almashtirib qo'yibmiz, uzr. Oqdan keyin kulrangga qanaqadir rang qo'shishimiz kerak. Mana kulrang, keyin oddiy oq kulrang, mana oq. To'xtaylik. Yaxshilab qaraymiz. Yaxshilab qarashimiz kerak bu yerda biz. Oq kulrang. Mana. Kelib oq kulrang. Keyin o'rtasi mana shunaqa bo'ladi. Keyingi qatorni qilamiz. Keyingi qatorda esa qanaqadir ko'k blok joylashtirilgan. Ko'k. Mana shu joylashadi. Ko'k qo'yamiz. Qanaqa tezroq ko'k shunday bo'lsa kerak mana. Deyarli tayyor bo'lyapti. Ko'k unaqa keyin bitta blok baland qayrilgan, bitta blok baland. Keyin bunday qayrilgan. Bitta blok bunday keyin qayrilgan qilib qo'ysam, shundaymi? Shunday bo'lsa kerak. Endi obunachlar. Yaxshilab qaraymiz, xolos obunachlar video. Men qo'yib bo'ldim. Mana hozir butilkani ichamiz. Mana oldi. Mana oldi. Bir gapir chiqqan. Mana endi. Qolgan joylarini o'zingizlar bilasizlar mana. Mana shu Minecraftni o'ynagan bachchalar biladi. Mana ko'rasizlarmi? O'zida chiqdi. Mana qo'yib bo'ldim. Hamma sizlar bilan Mausha Play bo'ldim.